Hurmatli tomoshabinlar, bugun siz uchun nihoyatda muhim, har bir nafaqaxo'rga bevosita taalluqli bo'lgan bir masalani ko'rib chiqamiz. So'nggi paytlarda internetda va ijtimoiy tarmoqlarda nafaqaxo'rlarga tug'ilgan yilini xabar qilish shart. Shunda ularning pensiyasiga so'ng 2000 qo'shimcha to'lov beriladi degan mazmundagi xabarlar tarqalmoqda. Pensiya jamg'armasi bu borada ogohlantirish berdi. Bu xabarning asl mohiyati nimada? Bu rostmi yoki firibgarlikmi? Kimga bu ma'lumot xavotirli bo'lishi kerak, kimga esa yo'q? Bu savollarga bugun atroflicha javob beramiz. Ushbu ma'lumot sizning moddiy ahvolingizga, farovonligingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun videoni diqqat bilan oxirigacha tomosha qiling. Hozirning o'zida kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga siz uchun yanada qimmatli ma'lumotlarni tayyorlashda yordam beradi. Ayni damda ko'pchilikni tashvishga solayotgan asosiy muammo shundaki, nafaqaxo'rlar o'rtasida pensiyaga igim foizlik ustama olish uchun faqatgina o'zining tug'ilgan yilini pensiya jamg'armasiga xabar qilish yetar degan noto'g'ri tushuncha keng tarqalgan. Bu xabar pensiya jamg'armasining rasmiy ogohlantirishi bilan birga kelayotgani odamlarni yanada chalkashtirib yubormoqda. Keling, avvalroq vaziyat qanday bo'lganini va hozir nima o'zgarganini aniqlab olaylik. Avvallari, ya'ni an'anaviy tizimda nafaqaxo'rlar o'z pensiyalari bilan bog'liq har qanday o'zgarishlar, qo'shimcha to'lovlar yoki yangiliklar haqida asosan pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga shaxsan murojaat qilish orqali yoki pochta orqali rasmiy xat xabarlar qabul qilish orqali bilishar edi. Ma'lumot almashish jarayoni sekin va ko'pincha murakkab edi. Pensiyalar tizimi nisbatan barqaror bo'lib, jiddiy o'zgarishlar kamdan kam hollarda asosan hukumat qarorlari bilan bog'liq ravishda yuz berardi. Yangi turdagi ustamalar joriy etilganda ular haqidagi ma'lumotlar rasmiy OAVlarda e'lon qilinar va hududiy bo'limlar orqali tushuntirish ishlari olib borilardi. Shuningdek, ma'lumotlar bazalari hozirgidek to'liq avtomatlashtirilmaganligi sababli ayrim hollarda nafaqaxo'rlardan shaxsiy ma'lumotlarni yangilash so'ralishi mumkin edi. Ammo bu hech qachon umumiy ilm ko'rgan ustama va faqatgina tug'ilgan yilni xabar qilish sharti bilan bog'liq bo'lmagan. Hozirgi kunda esa vaziyat tubdan o'zgargan. Axborot texnologiyalari rivojlanishi bilan birga har xil ma'lumotlar, shu jumladan noto'g'ri ma'lumotlar ham juda tez tarqalmoqda. Pensiya jamg'armasi ham boshqa davlat idoralari singari o'z xizmatlarini raqamlashtirishga intilmoqda va bu jarayonda ma'lumotlar almashinuvi avtomatlashtirilmoqda. Biroq bu o'zgarishlar bilan birga turli firibgarlar ham paydo bo'lib, nafaqaxo'rlarning soddaligidan foydalanishga urinmoqdalar. Ular ko'pincha pensiya jamg'armasi nomidan soxta xabarlar tarqatish orqali odamlarning shaxsiy ma'lumotlarini qo'lga kiritishga, hatto ularning hisob raqamlariga kirishga urinishadi. Asosiy muammo shundaki, pensiya jamg'armasi aslida nafaqaxo'rlarni ba'zi haqiqiy qo'shimcha to'lovlar mavjudligi haqida xabardor qilishi mumkin. Biroq bu universal ixmbadan ustama emas va faqatgina tug'ilgan yilni xabar qilish sharti bilan bog'liq emas. Jamg'arma shuningdek shaxsiy ma'lumotlarni firibgarlarga bermaslik haqida ham ogohlantirishlar berib keladi. Afsuski, bu ikki turdagi ma'lumot ko'pincha aralashib ketadi va natijada nafaqaxo'rlarga tug'ilgan yilini xabar qilish shart. Shunda ularning pensiyasiga igim merxoz qo'shimcha to'lov beriladi degan xato tushuncha paydo bo'ladi aslida. Pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasini yangilash zarurati to'g'risida yoki ma'lum bir toifadagi nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha imtiyozlar mavjudligi haqida ogohlantirish bergan bo'lishi mumkin. Ammo bu ma'lumotlar odamlar tomonidan noto'g'ri talqin qilingan yoki firibgarlar tomonidan buzib ko'rsatilgan. Bu noto'g'ri talqin qilingan ma'lumot katta xavf tug'diradi. Birinchidan, nafaqaxo'rlar o'zlariga tegishli bo'lmagan ustamalarni kutib, keyin hafsalalari pir bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, eng muhimi, ular o'z shaxsiy ma'lumotlarini firibgarlarga oshkor qilishlari mumkin. Bu esa moliyaviy yo'qotishlarga olib keladi. Pensiya jamg'armasining asosiy ogohlantirishi asosan mana shu xavflardan, ya'ni firibgarlikdan ehtiyot bo'lishga qaratilgan edi. Biroq bu ogohlantirishning mazmuni noto'g'ri talqin qilinib, tug'ilgan yilni xabar qilish orqali ixmibedi ustama degan yolg'on xabar tarqalishiga sabab bo'lgan. Bizning maqsadimiz bu chalkashlikni bartaraf etish va sizga aniq, ishonchli ma'lumotlarni yetkazish. Keling endi. Pensiya jamg'armasi haqiqatda qanday ustamalar va qo'shimcha to'lovlarni amalga oshirishi mumkinligi va bu tug'ilgan yilni xabar qilish bilan bog'liq mish-mishlarga
qanday munosabatda bo'lishimiz kerakligini batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchidan, shuni aniq aytish kerakki, pensiya jamg'armasi tomonidan tug'ilgan yilni xabar qiling va pensiyangizga 21 ustama oling degan umumiy hamma uchun bir xil bo'lgan rasmiy e'lon mavjud emas va hech qachon bo'lmagan. Bunday universal mexanizm amalda mavjud emas. Pensiyaga ustamalar har doim qat'iy belgilangan mezonlar qonunchilik asosida va muayyan toifadagi fuqarolar uchun belgilanadi. Bu mezonlar orasida nafaqaxo'rning tug'ilgan yili bevosita Irimberdi ustama olish sharti emas. Balki boshqa muhim ma'lumotlar bilan birgalikda shaxsni aniqlash va uning pensiya turini belgilash uchun ishlatilishi mumkin. Pensiyaga qo'shimcha to'lovlar qanday hollarda belgilanadi? Keling, real misollar bilan tushuntiraman. 1. Boquvchisini yo'qotgan oila a'zolari uchun ustama tasavvur qiling. Bir nafaqaxo'rning qaramog'ida mehnatga layoqatsiz oila a'zolari, masalan, voyaga yetmagan bolalar, o'quvchilar, talabalar yoki nogironligi bo'lgan qarindoshlar bo'lsa, uning pensiyasiga faol miqdorda ustama belgilanadi. Bu ustama har bir qaramog'ida bo'lgan shaxs uchun alohida hisoblanadi va pensiyaning asosiy qismiga qo'shiladi. Misol uchun, agar nafaqaxo'rning qaramog'ida 16 yoshga to'lmagan 2 farzandi bo'lsa, u har bir bola uchun bazaviy hisoblash miqdorining ma'lum foizida qo'shimcha to'lov olishi mumkin. Bu yerda tug'ilgan yil emas, balki qaramog'ida bo'lgan shaxslarning yoshi va ularning mehnatga layoqatsizligi muhim rol o'ynaydi. Pensiya jamg'armasi ba'zan mana shunday ma'lumotlarni aniqlashtirishni so'rashi mumkin, lekin bu ilmiy emas va faqat tug'ilgan yil bilan bog'liq emas. 2. Uzoq muddatli mehnat staji uchun ustama. Ayrim mamlakatlarda va ba'zi pensiya tizimlarida juda uzoq muddat mehnat qilgan shaxslar uchun pensiyaga qo'shimcha ustamalar berilishi mumkin. Masalan, agar shaxs 40 yildan ortiq mehnat stajiga ega bo'lsa, unga har bir qo'shimcha yil uchun pensiyaning ma'lum foizi miqdorida ustama berilishi mumkin. Bu yerda nafaqaxo'rning umumiy mehnat staji uning tug'ilgan yili emas, muhimdir. Tug'ilgan yil bu yerda faqat stajni hisoblashda yordamchi ma'lumot sifatida foydalaniladi, lekin u ustamani bevosita ta'minlovchi omil emas. 3. Yoshi tufayli beriladigan ustamalar. Ba'zi hollarda juda keksa yoshdagi nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha ustamalar joriy etilishi mumkin. Misol uchun, agar shaxs saqini yoshdan oshgan bo'lsa, uning pensiyasiga ma'lum bir miqdorda ustama qo'shilishi mumkin. Bu yerda, tug'ilgan yil bevosita rol o'ynaydi, chunki undan yosh hisoblanadi. Ammo bu ham universal xil emas, balki qat'iy belgilangan miqdor bo'ladi. Aytaylik, yaqin yoshdan oshgan nafaqaxo'rga pensiyaning umumiy miqdorida ustama qo'shilishi mumkin. Bu ham hamma uchun emas, balki qonun bilan belgilangan yosh chegarasidan oshganlar uchundir. Pensiya jamg'armasi shunga o'xshash holatlarda ba'zan ma'lumotlarni yangilash yoki aniqlashtirishni so'rashi mumkin. Lekin bu jarayon hech qachon faqatgina tug'ilgan yilni so'rash va buning evaziga ixirman ustama berish kabi sodda bo'lmaydi. 4. Nogironlik bo'yicha nafaqaxo'rlar uchun ustamalar. Agar nafaqaxo'r ma'lum bir guruh nogironligiga ega bo'lsa, uning pensiyasiga qo'shimcha to'lovlar belgilanishi mumkin. Bu yerda tug'ilgan yil emas, balki nogironlik guruhining mavjudligi va uning sabablari muhimdir. 5. Maxsus xizmatlar uchun ustamalar. Davlat oldida alohida xizmat ko'rsatgan shaxslar, masalan, urush faxriylari, mehnat faxriylari, davlat mukofotlari sohiblari uchun ham pensiyaga qo'shimcha ustamalar ko'zda tutilgan. Bu yerda tug'ilgan yil mutlaqo ahamiyatsiz. Balki ularning xizmatlari va unvonlari muhimdir. Kim xavotirlanishi kerak? Kimga esa xavotirlanishning hojati yo'q. Xavotirlanish kerak bo'lganlar firibgarlik qurboniga aylanish xavfi ostida bo'lganlar. Agar sizga telefon qilib, o'zingizni pensiya jamg'armasi xodimi deb tanishtirib, tug'ilgan yilingizni yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlaringizni, pasport seriyasi, PNFL bank karta raqami, uning amal qilish muddati, CVV kodi kabi muhim ma'lumotlar so'rayotgan bo'lsalar, bu sizni xavotirga solishi kerak. Bunday so'rovlar deyarli har doim firibgarlik belgisidir. Pensiya jamg'armasi hech qachon bunday maxfiy ma'lumotlarni telefon orqali so'ramaydi. Tarqalgan mish-mishlarga ishonganlar va chalg'iganlar, agar siz faqatgina tug'ilgan yilni aytish orqali Irimberdi ustama olish mumkin degan ma'lumotga ishonib, noto'g'ri odamlarga murojaat qilishga yoki o'z ma'lumotlaringizni berishga tayyor bo'lsangiz, siz ham xavotirga tushishingiz kerak. Siz noto'g'ri yo'ldasiz va o'zingizni xavf ostiga qo'yasiz. Haqiqatda qo'shimcha to'lovga haqli bo'lish mumkin bo'lgan, ammo bu haqda bilmaydiganlar. Agar siz yuqorida sanab o'tilgan, masalan, qaramog'ida oila a'zolari bo'lgan,
juda keksa yoshdagi toifalardan biriga kiruvchi nafaqaxo'r bo'lsangiz, lekin sizga bu haqda hech qanday ustama belgilanmagan bo'lsa, siz haqiqatan ham pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz va o'zingizning holatingizni tushuntirishingiz kerak. Ammo bu tug'ilgan yilni xabar qilish degan umumiy shart bilan bog'liq emas. Xavotirlanishning hojati yo'q bo'lganlar. Pensiya jamg'armasining rasmiy e'lonlarini kuzatib boruvchilar. Agar siz doim pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytini, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarni yoki rasmiy OAVdagi yangiliklarni tekshirib boradigan bo'lsangiz, asossiz xavotirlarga berilmang. Siz doimo to'g'ri ma'lumotga ega bo'lasiz. Shaxsiy ma'lumotlarni begonalar bilan bo'lishmaydiganlar. Agar siz o'z shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qilishga jiddiy yondashsangiz va noma'lum shaxslarning shubhali so'rovlariga javob bermasangiz, firibgarlar uchun nishon bo'lmaysiz. Hozirda pensiya to'lovlari muntazam va to'liq kelayotganlar, agar sizning pensiya to'lovlaringizda hech qanday o'zgarish bo'lmagan bo'lsa va sizda qandaydir ustamaga haqli ekanligingiz haqida shubhalar bo'lmasa, vahima ko'tarmang. Ehtimol sizga bunday universal imij ustama tegishli emas. Asosiy xulosa shuki, pensiya jamg'armasining har qanday ogohlantirishini va yangiliklarni faqat rasmiy manbalardan tekshirish kerak. Tug'ilgan yilni aytsangiz, igib bir ustama olasiz degan gap firibgarlik bilan bog'liq bo'lish ehtimoli juda yuqori. Haqiqiy ustamalar boshqa mezonlar asosida beriladi va bu haqda pensiya jamg'armasi aniq va tushunarli tartibda xabar beradi. Endi ushbu masalaning istisno holatlari, kutilmagan xatarlari va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarini batafsil ko'rib chiqaylik. Pensiya tizimi murakkab tuzilma bo'lib, uning qoidalari har doim ham oddiy fuqaro uchun tushunarli bo'lavermaydi. Firibgarlar aynan mana shu tushunmovchiliklardan foydalanishga harakat qilishadi. Ma'lumotlar bazasini yangilash zarurati rasmiy, ammo noto'g'ri talqin qilingan. Ba'zida pensiya jamg'armasi o'z ma'lumotlar bazasini yangilashga ehtiyoj sezadi. Bu masalan, eski arxiv hujjatlaridagi ma'lumotlar elektron bazaga o'tkazilganda yoki ba'zi ma'lumotlar, masalan, ism, familiya o'zgarganda, pasport ma'lumotlari yangilanganda, aniqlashtirilishi kerak bo'lganda yuz berishi mumkin. Bunday hollarda pensiya jamg'armasi haqiqatan ham nafaqaxo'rlardan ma'lumotlarni aniqlashtirishni so'rashi mumkin. Biroq bu har doim rasmiy tartibda shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar bilan pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga shaxsan borish orqali yoki davlat xizmatlari markazlari orqali amalga oshiriladi. Hech qachon telefon orqali yoki shubhali veb-saytlar orqali amalga oshirilmaydi. Agar jamg'arma sizning tug'ilgan yilingizni aniqlashtirishingizni so'ragan bo'lsa ham, bu ma'lumotlaringiz to'g'riligini ta'minlash uchundir. U bilan bevosita infodens ustama bog'liq emas. Firibgarlar esa aynan shu rasmiy yangilanish ehtiyojini suiiste'mol qilib, o'zlarining firibgarlik sxemalariga asos qilishadi. Ular pensiya jamg'armasi nomidan ma'lumotlaringizni yangilang. Aks holda pensiyangiz kamayadi yoki ustama olmaysiz deb qo'rqitishlari mumkin. Bu katta tuzoqdir. Ikki firibgarlik sxemalarining nozik jihatlari, firibgarlar har doim juda puxta ishlaydi. Ular nafaqat tug'ilgan yilni, balki sizning familiyangiz, ismingiz, otangizning ismi, yashash manzilingiz, hattoki pensiya hisob raqamingizning oxirgi bir necha raqamini bilishlari mumkin. Bu ma'lumotlarni ular turli yo'llar bilan, masalan, internetdagi ochiq ma'lumotlardan, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalardan, hatto qog'oz chiqindilardan ham olishlari mumkin. Keyin ular sizga qo'ng'iroq qilib, biz pensiya jamg'armasidanmiz, sizga 20 bardang ustama ajratilgan. Lekin uni olish uchun sizdan ba'zi ma'lumotlarni tasdiqlashimiz kerak deyishadi. Ko'pincha ular bank kartangizning PIN kodi yoki CVV kodini so'rashadi. Eshiting, bu mutlaqo qabul qilinmas holat. Bank xodimlari ham, pensiya jamg'armasi xodimlari ham hech qachon sizdan bunday maxfiy ma'lumotlarni so'ramaydi. Bu ma'lumotlar firibgarlarga sizning hisob raqamingizdan pul yechib olish imkonini beradi. Yana bir xavfli usul, pensiya hisob raqamingizni aktivlashtirish uchun SMS orqali kelgan kodni ayting deyishadi. Bu ham juda xavfli. Chunki bu kod sizning bank kartangiz bilan bog'liq bu operatsiyani tasdiqlash uchun bo'lishi mumkin va uni aytish orqali siz firibgarlarga pulingizni o'g'irlashga ruxsat bergan bo'lasiz. O'ch 20 ustamaning psixologik tuzog'i. Nega aynan 20 aka? Bu raqam tasodifiy tanlanmagan. Bu odamlarda katta qiziqish uyg'otishga qodir miqdor. U juda yuqori emas. Shunda odamlar uning haqiqatiga ishonmasliklari uchun va juda past ham emas. Shunda u odamlarni befarq qoldirmasligi uchun. Bu raqam nafaqaxo'rlarda, "Voy, pensiyamga ancha pul qo'shilar ekan-ku"
degan umid uyg'otadi va ularning hushyorligini pasaytiradi. Firibgarlar aynan mana shu psixologik omilni yaxshi bilishadi va undan mohirlik bilan foydalanishadi. Ular har doim o'zlarining takliflarini jozibador qilib ko'rsatishga intilishadi. 4. Rasmiy ma'lumotlarni qayerdan tekshirish kerak? Anubis Nuas pensiya jamg'armasi haqiqiy yangiliklarni va o'zgarishlarni e'lon qilganda ular har doim aniq va shaffof bo'ladi. Pensiya jamg'armasining O'zbekistonda O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasi rasmiy veb sayti bor. Barcha muhim yangiliklar va e'lonlar avvalo shu yerda joylashtiriladi. Sayt manzili odatda domenining oxiri govuz bilan tugaydi. Shubhali, noto'g'ri yozilgan domenga ega saytlardan ehtiyot bo'ling. Davlat xizmatlari markazlari DXM pensiya bilan bog'liq deyarli barcha masalalar bo'yicha DXM orqali murojaat qilish mumkin. Ular rasmiy va ishonchli manbadir. Ishonch telefonlari, pensiya jamg'armasining ishonch telefonlari mavjud. Agar sizga shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, o'sha ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib vaziyatni aniqlashtirish zarur. Ammo firibgarlar ba'zan soxta ishonch telefon raqamlarini ham berishadi. Shuning uchun raqamdan faqat rasmiy manbadan oling. Rasmiy ijtimoiy tarmoq sayfalari, ko'plab davlat idoralari, rasmiy Facebook, Telegram va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda sayfalariga ega. Ular ko'pincha ko'k galoshka verifikatsiya belgisi bilan belgilanadi. Faqat verifikatsiya o'tgan rasmiy sahifalardagi ma'lumotlarga ishoning. Gazeta va televideniye. Yirik o'zgarishlar va muhim ogohlantirishlar odatda davlat ovovilari orqali ham e'lon qilinadi. Pitsallar, o'zingizni tanishtirmang. Agar sizga kimdir pensiya jamg'armasi nomidan qo'ng'iroq qilsa, ulardan o'zini to'liq tanishtirishini, ism sharifini, lavozimini va qayta bog'lanish uchun rasmiy telefon raqamini so'rang. Bu ma'lumotlarni oling va keyin o'zingiz pensiya jamg'armasining rasmiy ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib, bu shaxsning mavjudligini va uning sizga murojaat qilish sababini tekshiring. Hech qachon o'zingiz birinchi bo'lib ma'lumotingizni bermang. Firibgarlar odatda hozir va shu yerda hal qiling yoki vaqt chegaralangan degan kabi so'zlar bilan sizni shoshirishga harakat qilishadi. Bu sizning to'g'ri qaror qabul qilishingizga to'sqinlik qilish uchun qilinadi. Har doim to'xtang, o'ylab ko'ring va ma'lumotni tekshiring. Tizim xatosi bo'lmasida firibgarlar ko'pincha tizimda xatolik yuz berganligi sababli sizga pensiya ustamasi hisoblanmagan. Biz uni to'g'rilashimiz uchun ma'lumotingizni yangilashimiz kerak degan gaplarni aytishadi. Bu ham quloq solmaslik kerak bo'lgan soxta bahonadir. Pensiya jamg'armasining tizimlari bunday muhim ma'lumotlarni o'zgartirish uchun onlayn yoki telefon orqali faqat bitta ma'lumot, masalan, tug'ilgan yil orqali amalga oshirishga ruxsat bermaydi. Ushbu nozik jihatlarni tushunish sizni firibgarlardan himoya qilishga va pensiya jamg'armasining haqiqiy xabarlarni soxta xabarlardan ajrata olishga yordam beradi. Hurmatli tomoshabinlar, endi eng muhim qismga keldik. Qanday qilib o'zingizni himoya qilish, firibgarlikdan saqlanish va pensiya jamg'armasidan to'g'ri ma'lumot olish bo'yicha aniq qadamlar. 1. Har qanday shubhali xabarlarni e'tiborsiz qoldiring va tasdiqlang. Agar sizga pensiya jamg'armasi sizning tug'ilgan yilingizni tasdiqlashingizni so'ramoqda va buning evaziga pensiyangizga 2000 ustama qo'shiladi degan SMS, telefon qo'ng'irog'i yoki xat kelib tushsa, bunga hech qachon ishonmang. Bu deyarli 99% holatda firibgarlikdir. Hech qanday holatda sizdan so'ralgan shaxsiy ma'lumotlarni, pasport ma'lumotlari, PNFL bank karta raqami, uning amal qilish muddati, CVV/CVC kodi, SMS kodlar telefon orqali yoki shubhali veb saytlar orqali bermang. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizdan hech qachon bunday maxfiy ma'lumotlarni so'ramaydi. 2. Ma'lumotni faqat rasmiy manbalardan tekshiring. Pensiya jamg'armasining rasmiy veb sayti, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasining rasmiy veb saytiga tashrif buyuring. Uning manzili odatda pensiya.mf. Uz yoki shunga o'xshash rasmiy domen bilan tugaydi. Saytdagi yangiliklar bo'limini tekshiring. Barcha rasmiy e'lonlar shu yerda bo'ladi. Ishonch telefonlari. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari va Respublika pensiya jamg'armasining ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qiling. Ushbu raqamlar rasmiy veb saytda yoki davlat xizmatlari markazlarining ma'lumot stendlarida ko'rsatiladi. Boshqa manbalardan olingan telefon raqamlariga ishonmang. Davlat xizmatlari markazlari DXM, agar sizda pensiya bilan bog'liq savollar yoki shubhalar bo'lsa, yashash joyingizdagi eng yaqin davlat xizmatlari markaziga shaxsan murojaat qiling. Bu eng ishonchli usuldir.
u yerdagi mutaxassislar sizga barcha zarur ma'lumotlarni taqdim etishadi va to'g'ri yo'l yo'riq ko'rsatishadi. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limi, shaxsan o'zingizning tuman, shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. Faqatgina u yerda sizning shaxsiy ishingiz bo'yicha aniq ma'lumotlarni olishingiz mumkin. 3. Agar sizda haqiqatan ham qo'shimcha to'lovga haqli ekanligingizga shubha bo'lsa, masalan, qaramog'ingizda oila a'zosi bo'lsa, yoshingiz 80 yildan oshgan bo'lsa va hokazo, qayerga borish kerak? Hududiy pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Qanday hujjatlar to'plash kerak? Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport, pensiya guvohnomasi. Agar qo'shimcha to'lov qaramog'ingizda bo'lgan shaxslar, masalan, farzandlar, talabalar uchun bo'lsa, ularning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, o'qish joyidan ma'lumotnoma agar talaba bo'lsa, nogironlik haqida ma'lumotnoma agar nogiron bo'lsa, agar ustama yoshingizga bog'liq bo'lsa, masalan, 80 yoshdan oshganlik uchun. Pasportingizda ko'rsatilgan tug'ilgan kuningizni tasdiqlash uchun boshqa hujjatlar talab qilinmasligi mumkin. Chunki pensiya jamg'armasida bu ma'lumot allaqachon mavjud bo'ladi. Biroq agar ma'lumotlar to'liq bo'lmasa so'ralishi mumkin. Mehnat stajini tasdiqlovchi hujjatlar, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, agar staj bo'yicha ustama haqida gap ketsa, nima yozish kerak? Murojaat qilganingizda sizga ariza blankasi beriladi. Siz ushbu arizada o'z pensiyangizga tegishli qo'shimcha to'lovlar mavjudligini aniqlashni va ularni hisoblab chiqishni so'rashingiz mumkin. O'z vaziyatingizni, masalan, qaramog'imda nafar shaxs bor yoki yoshim. Yoshdan oshgan aniq bayon eting. 4. Axborot xavfsizligiga doimo e'tibor bering. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni shubhali saytlarga kiritmang yoki shubhali ilovalarga bermang. Veb saytga kirishdan oldin uning manzilini diqqat bilan tekshiring. Masalan, pensiya.uz emas, balki pensiya.mf.uz birgina harf farqan firibgarlik sayti bo'lishi mumkin. Telefoningizga noma'lum raqamlardan kelgan SMS xabarlardagi havollarga bosmang. 5. Yangiliklarni o'z kanallarimizdan kuzatib boring. Biz doim sizni eng dolzarb va ishonchli ma'lumotlar bilan xabardor qilib borishga harakat qilamiz. Shuning uchun kanalimizga obuna bo'lib, xabarnomalarni yoqib qo'yishni unutmang. Bu sizga firibgarlikdan saqlanish va o'z huquqlaringizni bilishda yordam beradi. Shuni unutmangki, pensiya jamg'armasining asosiy vazifasi nafaqaxo'rlarning manfaatlarini himoya qilishdir. Agar sizda qandaydir shubhalar paydo bo'lsa, doimo to'g'ridan-to'g'ri rasmiy manbalarga murojaat qilish eng to'g'ri va xavfsiz yo'ldir. Demak, hurmatli tomoshabinlar, bugun biz nafaqaxo'rlarga tug'ilgan yilini xabar qilish shart. Shunda ularning pensiyasiga 20% qo'shimcha to'lov beriladi degan keng tarqalgan xabar atrofidagi vaziyatni har tomonlama tahlil qildik. Xulosa qilib aytganda, bunday umumiy va universal imlatli ustama mavjud emas. Bu ko'pincha firibgarlar tomonidan shaxsiy ma'lumotlaringizni o'g'irlash yoki pensiya jamg'armasining haqiqiy, ammo noto'g'ri talqin qilingan ogohlantirishlarni suiiste'mol qilish maqsadida tarqatiladigan yolg'on ma'lumotdir. Pensiyaga ustamalar har doim qat'iy qonuniy asosda va aniq belgilangan mezonlar bo'yicha beriladi. Bu yerda faqatgina tug'ilgan yilni xabar qilish yetarli emas. Sizdan iltimos qilamiz, har qanday shubhali ma'lumotga ko'r-ko'rona ishonmang. Ma'lumotlarni har doim pensiya jamg'armasining rasmiy veb saytidan, ishonch telefonlari orqali yoki davlat xizmatlari markazlariga shaxsan murojaat qilib tekshiring. O'z shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qiling. Chunki ular sizning moliyaviy xavfsizligingiz garovidir. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun foydali bo'ldi va ko'plab savollaringizga aniqlik kiritdi. Bu boradagi o'z fikrlaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning har bir izohingiz biz uchun qadrli. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz sizni kelgusida ham bunday muhim va ishonchli ma'lumotlar bilan xabardor qila olamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.